Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz tungi boy o'g'lilar. Qanaqa qilib tungi boy o'g'li bo'lgan insonni, demak, qaysi odatlari imminni unga juda qattiq zarar beradi va bu holatni qanaqa qilib yo'qotish mumkin? Buni yechimlari nima? Shularni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Buning uchun Telegram kanalimizga boramiz. Telegram kanalda biza kunlik sog'lom yasham, keyin shaxsiy rivojlanishga doir maqolalar qo'yib boramiz. Hop, tungi boy o'g'lilar. Kech yotish yurakka nima qiladi? Ilmiy izlanishlar, aniq raqamlar va amaliy tavsiyalar. Atrofimizdagi ikki toifa bor, ikki toifa inson bor. Ertalabki chumchuqlar va tungi boy o'g'lilar. Siz qaysinisiga kirasiz? Ertalabki chumchuqlar demak, vaqtli charchaydi, vaqtli yotadi va erta tongda turadi. Tungi boy o'g'lilar kechasi uxlamaydi, kunduzi tushlik vaqtigacha uxlaydi. Amerika yurak assotsiatsiyasi nima deydi? Tungi boy o'g'illarda yurak salomatligi yomonroq bo'lishi mumkin. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, yurak xuruj xavfi yuqoriroq. Demak, tungi boy o'g'illarda insult xavfi yuqoriroq. Bu statistik bog'liqlik. Sababni keyingi slaydda ochamiz debdi. Demak, biz qanday guruhdamiz? 20% odam erta uyg'onar ekan, 20% odam tungi boy o'g'li hisoblanar ekan, 60% shu ikkalasini orasida. Ko'pchiligimiz toza turga kirmaymiz, demak o'zgartirish imkoniyati ham katta. Demak, bunisidan unisiga o'tib yurish mumkin ekan, vaziyatga qarab. Asosiy sabablar soat emas, odatlar. Demak, bu yerda yurakda muammo bo'lishining asosiy sababi odatlar hisoblanar ekan. Birinchisi to'g'ri ovqatlanish. Demak, tungi boy o'g'lilarda e'tibor pastroq ekan. Ko'proq fast foodlar, shunga o'xshagan narsalar, pitsa, shuna qilib kechqurunni o'tkazishi mumkin bunaqa turdagi odamlar. Uyqu tartibi tartibsiz yoki yetarli emas. Demak, bir vaqtda uxlanilmaydi va yetarli uyqu olinmaydi. Jismoniy faollik kamroq va chekish darajasi yuqoriroq bo'lar ekan. Ya'ni gap faqat soatda emas, soat bilan birga keladigan turmush tarzida. Demak, bu yerda asosiy masala turmush tarzi bo'lib qolyapti yana. Odatlar hisobga olingach qiziq natija chiqadi. Demak, tungi boy o'g'li bo'lishining o'zi yurak qon tomir xavfiga deyarli bevosita ta'sir qilmaydi. Ya'ni asosiy masala bu yerda kechqurun o'tirishdan ham ko'ra kechqurunga odatlar bo'lib qolyapti. Farqning eng katta qismi kech tunlarning o'zi emas, turmush tarzi. Muammo tungi soatlarda emas, odatlarda. Bu yaxshi xabar, chunki odatlarni o'zgartirish mumkin. Tungi boy o'g'illar uyqu, ovqatlanish va boshqa odatlarni to'g'rilab, yurak xuruj va insult xavfini kamaytirishi mumkin Allohning izni ila debdi. Ichki soatni birdaniga emas, surib boring. Ya'ni bittada katta o'zgarishlar bo'ldi, endi bugundan ertalab vohli uxlab, vohli turaman deb aytish qiyin, chunki organizm uje o'rgan bo'lgan, gormonlar hammasi o'rgan bo'lgan. Demak, soat 2 da yotsa, 1:30 ga ko'chiradi, 1 ga ko'chiradi, 12:30, shunaqa sekin-sekin 2-3 kun, bir hafta davomida shunaqa sekin-sekin surib borish mumkin ekan. Rejimni kunduzgi yorug'likka yaxshiroq moslashtirish nafaqat uyqu va yurak salomatligini, balki boshqa ko'rsatkichlarni ham yaxshilaydi. Uyqu shunchaki o'chib qolish emas, demak, uyquning asosiy foydalari juda ham foydasi ko'p aslida. Qon bosimini pasaytiradi, yurak dam oladi, tana o'zini ta'mirlaydi. Mana shu eng muhim narsalardan bittasi. Yotish vaqti har kuni surilib tursa, tana bu ishlarni qachon boshlashni bilmaydi. Ya'ni tanamiz ham bitta soatga o'xshab ishlaydigan mexanizm hisoblanar ekan. Yorug'likni to'g'ri boshqaring. Uyg'ongandan keyin 30-60 daqiqa ichida tashqi yorug'likka chiqing. Shuni o'zim ham praktika qilishga harakat qilaman. Ertalab yugurish bilan kuniga 1 soat yugurishga harakat qilaman. Kamida 15 daqiqalik sayrga chiqing deyiladi. Yorug'lik va harakat bir vaqtda ishlaydi. Quyosh botgandan keyin yorug'likda o'tirishni kamaytiring. Shu narsani kamaytirishimiz kerak. Bu narsani uddasidan chiqa olmadim o'zim. Xonani yumshoq past yorug'likka o'tkazing. Yotishdan 1-2 soat oldin ekrandan o'tirishni to'xtating. Bu ham juda ham qiyin narsa, lekin harakat qilma. Qo'ldan kelgancha o'nda uxlashga harakat qilma va 1-2 soat oldin, demak, ekranga qaramaslikka harakat qilma. Vaqt va rejimni mustahkamlang. Yotish vaqtini sekin-sekin 15-30 daqiqaga ertaroqqa suring. Birdaniga emas, bosqichma-bosqich. Shunga birdaniga qilingan hamma ishlar deyarli o'xshamay qoladi. Ya'ni katta nagruzka olishimiz kerak emas-da, sekin-sekin paytamni o'tib olish kerak. Dam olish kunlari uyquni to'ldirib olishni to'xtating.
Chunki misol uchun hafta ichi men uxlamadim yaxshi, yakshanba kuni kunim bilan uxlaydi bir xil. Bu yaxshi odat emas ekan. Tana bunga moslashmang. Har kuni bir vaqtda uyg'oning. Ichki soatni qayta sozlashning eng kuchli vositalaridan biri. Ovqat va kofeinni tartibga soling. Ovqat doimiy bir vaqtda yeyishga odatlaning. Demak, bu narsani alhamdulillah yo'lga qo'yib oldim. Yotishdan 2-3 soat oldin og'ir ovqatdan saqlaning. Kuniga 2 mahal ovqatga o'tish kerak, ya'ni ertalab ovqatlanadi va kechqurun soat asrlardan keyin 4-5 larda bir marta ovqatlansa, shun bilan kechqurun uxlashingiz bemalol bo'ladi. Nagruzka bo'lmaydi oshqozonga. Uxlashdan oldin ozgina tvorog, oqsil masalan yeb olsa bo'ladi, sirmi, kichkina non bilan. Shu kofeinli mahsulotlarni kuning birinchi yarmiga cheklang. Hozircha kofeinni men o'zim to'xtatdim, chunki kofein bu ham murakkab ichimlik hisoblanar ekan. Agar ichiladigan bo'lsa ham kunning birinchi qismida ichish kerak. Uyqungizni yorug'lik boshqaradi. Tavsiyalarning katta qismi dori yoki qo'shimcha haqida emas, yorug'lik va vaqt haqida. Tongdagi yorug'lik ichki soatni bugun kun boshlandi deb sozlaydi. Demak, ko'zimizga yorug'lik tushsa, ichimizdagi soat kun boshlanganini bildirar ekan. Kechqurungi ortiqcha yorug'lik ichki soatni chalg'itadi va uyquni orqaga suradi. Xuddi hali ham kun davom etyapti degan narsa keladi. Demak, hukm chiqarilmagan. Agar siz tungi boyo'g'li bo'lsangiz, bu avtomatik ravishda yurak qon tomir salomatligi yomon degani emas, asosan bu odatlaringizga bog'liq. Demak, ko'proq, misol uchun, menda prispособность bor, genetik yoki men уже yillar davomida o'rgan bo'lganman desak ham, odatlarni to'g'irlashga konsentratsiya qilsak bo'ladi. Hatto biz hech narsa qila olmaymiz, endi biz shunaqamiz deyish bu to'g'ri xulosa emas. Ya'ni odam o'ziga hukm chiqarib qo'ygandek bo'ladi. Ozgina e'tibor va bir necha sog'lom o'zgartirish bilan boyo'g'lar ham yuragini ertalab turadigan qator sog'lom saqlashga erisha oladi, Allohning izni ila. Kichik qadam katta natija. Tavsiyalarning hammasini bir kechada bajarish shart emas. Boya aytganimizdek, kichkina bittasini tanlang. Masalan, har kuni bir vaqtda uyg'onish, 2 haftada izchil qiling, har kuni dam olish kunlari ham. Qolganini ustiga qo'ying. Ichki soat surilgach, boshqasi osonroq keladi. Ya'ni sekin-sekin paytabni chiqiladi. Uyqu bo'yicha eng go'zal namuna, albatta u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning namunalari. Ular erta yotib, erta turgan ekanlar va ummatimning ertalablari barakali qilindi deb aytgan ekanlar. Darhaqiqat sizlar uchun Allohning rasulida go'zal o'rnak bordir. Demak, haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlari eng go'zal o'rnak hisoblanadi uyqu borasida ham. Bizni yaratgan zot bizga nima foydali ekanini o'zi biladi. Uyqu tarzi ham ko'rsatib qo'yilgan. Hammasi demak ko'rsatib qo'yilgan ekan. Xulosa, xavf tungi soatlarda emas, odatlarda. Tongdagi yorug'lik ichki soatni sozlaydi. Har kuni bir vaqt uyg'onish eng kuchli qadam. Duo qilamiz, uyqu borasida ham ularga ergashish olishlik nasib qilsin, demak solihlarga. Videoni foydali topsangiz obuna bo'ling va do'stingizga ulashing. Demak, xulosa qilib aytganda, tungi boyo'g'lilik bu bir hukm emas. Uni sekin-sekin, bosqichma-bosqich, ertaroq yotib to'g'rilasak bo'ladi Alloh izni bilan. O'zi masala bu yerda asosan demak odatlarni to'g'rilashimiz kerak. Inshaalloh odatlarni to'g'rilansa, ancha sog'lig'imizga e'tibor qilgan bo'lamiz. Xo'p, hozircha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lganimiz shu. Bu yoqda aytilayotgandek, agar videoni foydali deb bilsangiz, like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Do'stlarga ham ulashib qo'yishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar.